Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi qof harf haqida gaplashamiz. Har doimgidek qof harfini birinchi o'rinda yozil jihatiga e'tibor berib olamiz. Arab tilidagi qof harfi 4 xil ko'rinishli harf hisoblanadi. Ya'ni bu o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanganligi sabablisidan 4 xil ko'rinishda yoziladi. Qof harfini alohida ko'rinishi, ya'ni bu alfabetning ko'rinishi desak ham bo'ladi qof harfini. Endi qof harfini so'zni boshiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu harf o'tgan darslarimizda fa edi. Endi ikkita nuqta beramiz, qof bo'ladi. Bu yerda fa harfi bilan qof harfining yozilish jihati, ya'ni so'zni boshida yozilish jihati bir xil bo'ladi, lekin nuqtasidan ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Endi qof harfini so'zni o'rtasida yozilish jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, qof harfi 4 xil ko'rinishli bo'lganligi sabablisidan o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanadigan harf hisoblanadi. Bu harfimizda endi nuqtalarga e'tibor beramiz. Bu fa bo'ladigan bo'lsa, endi yana bitta nuqta qo'yamiz. Qof harfi bo'ladi. Ya'ni so'zni o'rtasida va so'zni boshida fa bilan qof harfini yozilish jihati bir xil, faqatgina nuqtasidan farq qiladi. Endi qof harfini so'zni oxirida yozilishiga e'tibor berib olamiz. Endi alfabetning ko'rinishiga bir xil bo'ladi, faqatgina bu o'zidan oldinga ulangan holatda bo'ladi. Qof harfini mahrajiga keladigan bo'lsak, qof harfining mahraji tilimizning orqa qismi, bu til bo'ladigan bo'lsa, orqa tarafi, tilning orqa tarafi yuqori yumshoq tanglayiga tegish orqali hosil bo'ladi. Ko'pchilik bu harfni mahrajiga, tilning orqa qismi mahrajiga tegganda sirg'alib qoladi. Aq holatda bu. Lekin qof harfi borib mahrajiga tegish kerak, qaytish kerak. Agarda u sirg'aladigan bo'lsa, qof harfi sifatlariga to'g'ri kelmay qoladi. Qof harfini mahraji tilimizning orqa qismi yuqori yumshoq tanglayiga tegish orqali hosil bo'ladigan bo'lsa, uni sifatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, uni sifatlari jahr, ya'ni jarangli. Ya'ni tovush paychalar bir-biriga yaqinlashadi, havo kam chiqadi, lekin tovush baland bo'ladi. Ikkinchi sifati shidda, ya'ni qof harfi sukun bilan kelgan holatda, ya'ni mahrajdan sirg'alib ham o'tmaydi yoki o'rtacha ham bo'lmaydi, ya'ni ingichka bo'ladi, ya'ni shidda, qattiq holatda bo'ladi. Ya'ni mahrajga bitta tegadi, hosil bo'ladi o'sha holatda. Undan keyingi sifati bu qof harfi isti'ala, ya'ni o'zi bilan fatha kelganda bu a emas, balki tilning orqasini ozgina ko'targan holatda, yo'g'onroq holatda, oq holatda o'qiymiz. Har doim fatha bilan kelganda qof harfi qa qilib o'qilinmaydi. Ya'ni qo qilib yo'g'on holatda o'qiymiz, chunki isti'ala sifati bor. Undan keyingi sifati infitoh, ya'ni bu harf ochiqlik sifatiga ega. Ochiq degani hech qanaqa tilimizni o'rta qismiga yuqori tanglaydi, ya'ni tilimizni bo'shliq, og'iz bo'shlig'imizda hech qanaqa havo siqilmaydi. Bemalol holatda chiqqanligi sabablisidan bu harfimiz ochiq harf hisoblanadi. Undan keyin buni o'ziga xos sifati bor, ya'ni qalqala sifati bor. Ya'ni tebranuvchi. Mahrajlar qalqala degani mahraj bir-biriga tegib uzoqlashishiga nisbatan aytiladi. Ya'ni sukunli bo'lib kelgan holatda bo'ladi. Qalqala harf sifati sukunli kelgan holatda bo'ladi. Buni misol uchun aqo, ya'ni biz oldingi darslarimizda, ya'ni ba harfini o'tganimizda buni qalqalasi nima edi? Bizdagi i, ya'ni a ga nisbatan moyilroq edi. Abi holatda bo'lgan bo'lsa, qof harfini qalqalasi, lekin buni o ga moyil bo'ladi. Nimaga bunaqa deyiladigan bo'lsa, qof harfida isti'ala sifati bo'lganligi sabablisidan bu o ga moyil qilib tebrantiramiz. Endi sizlarda yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Qof harfi fathali kelgan bilan qalqala bo'lib kelganda qanaqa bajaratishimiz mumkin? Misol uchun buni qalqala bo'lgan paytda o borga o'xshaydi, lekin o harfi yo'q. Faqatgina tebranish o ga o'xshab, o ga moyil bo'lib ketib qoladi bo'ldi. Misol uchun aqo, bu qalqala holati bo'ladigan bo'lsa, endi fathali holati aqo. Endi unda fatha halqumma tubidan, ya'ni mahrajdan chiqishi kerak bo'ladi. E'tibor beramiz. Aqo. Ya'ni bu fathali holati. Aqo bo'lib ozgina o halqumma tubidan chiqishi kerak bo'ladi. Sifatlari 5 ta ekan: jahr, shidda, isti'ala, infitoh va qalqala sifatlari ekan. Qof harf fatha bilan kelganda yo'g'on holatda o'qishimiz kerak. Bu o'ziga xos sifat hisoblanadi. Undan keyin sukunli kelganda tebrantirishimiz kerak bo'lar ekan. Qof harfini ekranda chiqib turgan holatini o'qiymiz. Sizlar qaytarasizlar. Qo,
qi, qu, zuq, qin, qul, qum, qis, qih, qalbu, qablu, fawqu, qalam, qamar, laqab, qum, iqtaraba, yaqtaribu, inqalaba, yanqalibu, kamar, qamar, falak, falaq, farku, farqu. Arab tilidagi qof harfi o'zbek tilidagi qof harfi bilan farq qilganligi jihatlisidan biz buni ko'proq eshitish orqali va ko'proq o'sha ovozli shaklni qaytarish orqali biz buni chiroyli holatda chiqarishimiz mumkin. Shu sabablisidan buni ko'proq eshitamiz va ko'proq qaytaramiz. O'shanda bizdagi qof harfi arabiy holatda chiqadi. Bugungi qof harfi haqidagi darslarimiz shulardan iborat edi. Ilal liqo, ma'as salama.